Assalomu alaykum, Shoh 91 kanali a'zolari. Navbatdagi kaptarlar uchun temir qafasimiz tayyor bo'ldi. Obzorini hamda narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Qafasimiz ko'rib turganingizdek mokraf ko'rinishga ega bo'lgan, eshiklari arka holatda ajrab, mana tilla qo'ng'izda ajratganmiz. Taglarida ham mana qo'shimcha chiqish uchun portichkalar o'rnatganmiz. Yo'llariga nerjvinkalarni berganmiz. Setkalari har doimgidek qalin mayda ko'z setkalardan. Eshiklari keng holatda bo'lgan. Mana qo'noqlari ajrab chiqadi. Xohlagan paytda olib foydalanish mumkin. Portichkalari mana juda ham chidamli. Ichiga kirib tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bitta katta parlash xonasi bor. Eng tepa qismida jami 25 ta keng holatda gnezdolari mavjud. Xo'p, 40 ga 32 holatda bo'lgan, keng holatda bo'lgan. Kattalar uchun va qo'noqlarini ham mana yetarli darajada ikki qator qo'yganmiz. Shiklovdan steklovatlarni tortganmiz. Yo'llari tekstolit MDFlarni qo'yganmiz. Pastlariga ham xuddi shu holatda qo'yganmiz. Sababi donlari sochilib ketmaydi tashqariga. Mushularga ham ko'rinmay turadi. Qo'shimchasiga rolik g'ildiraklarni o'rnatganmiz. Qafasimizni u yoqdan bu yoqqa yo'llari Atacento sifat ko'rinishga ega bo'lgan MDFlardan bosganmiz. Tomlarga keladigan bo'lsak, zangor cherpistalardan foydalanganmiz. Qafasimizni razmerlari bilan tanishtirib o'tamiz. Razmerlari uzunligi 2 metr, eniga 1.60, balandligi esa 2.40 cm ga ajratilgan kaptarlar uchun temir qafasimiz. Bu qafasimizni Namangan viloyatidan Marg'ilon shahriga 3.800.000 so'mga tayyorlab berdik. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Kanalimizni kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar.